أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما ya Rabbel Alemin. Bugün kelgen dersimiz olsa El-Allame El-Muhakkik El-Mufassir Ebul Berekat Abdullah ibn Ahmed El-Nesefi rahimahullah Hicriye'nin 710. yılı vefat olgan. Bu zatның yazgan Medalikut Tenzil ve Haqaiqut Te'vil namlıq ve Tefsirun Nesefi diye isim bilen meşhur olgan bu tefsirinin Bakara suresinin Allah Azze ve Celle'nin kavli Euzu billahi mineşşeytanirracim ev kesayyibin mine's-semâi fîhî zulumâtun ve ra'dun ve berq يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين صدق الله العظيم. Yani Allah Teala'nın muşrik kavliga keldik. Endi Allah Azze ve Celle'ninki bu kavliniki aldı bilen ev kesayyibin mine's-semâi fîhî zulumâtun ve ra'dun ve berq degan bu kavlin tercümesini kılıp öteylik kısaca. Yani ev kesayyibin ya ki yani münafıklarınki misali münafıkların misali ya bu yukarıdaki otqalıgan dikin üçep kılıp o alemni yurtib olgan dikin üçep kılıp tüm karangıda kalgan bir adamniki haletiga o'xshaydigan münafıklarning haleti şu haletga o'xshaydi. Ya ki qattiq bir yağmurda qalgan adamlar osmondan qattiq bir yağmurda qalgan bu yağmurda nayt qarang'uliqlar bor guldirmama chaqmoq ol tushib turadigan ular bu yağmur bu chaqmoqlardan guldirmamalardan qo'rqib quloqlarini ichiga o'ytiq oladigan shunday bir holatda qalgan yağmurda qalgan odamlarning misoliga o'xshaydi munofiqlarning misoli ya unga o'xshaydi yani ayt unga o'xshaydi bunga o'xshaydi. Endi biz oldingi misolni deb tushuntirdik, tashbih tamsili deb tushuntirdik, ama tashbih tamsil. Men oldingi darsda sizlarga tashbihni tafsil tushuntirib bergan. Tashbih degan bir tashbih mufrat bo'ladi, yana bir tashbih murakkab bo'ladi. Tashbih murakkab deganda tashbih tamsili deb tushuntirib, o'sha Alloh taolaning qavli tashbih tamsil deb ataladi, tushunammi? Endi tashbih murakkab bo'lsa qanday bo'ladi? San tashbih tamsil olganda kamil bir suratga, ya'ni kamil bir surat o'xshatiladi. Ammo tashbih mufrat bo'lsa birga bir o'xshatiladi. Masalan, haqiqatda bir jumla kelgan taqdirdami, ma'lum bu jumladagi ma bilakka ma a jumladagi a bilak, mushabbahdagi ma bilakka mushabbahlikki ma bilak o'xshatiladi. Ma bilak yani jumlada 3 bilak bo'lsa 3 bilakki ma 3 bilak aynı o'xshatiladi, birga bir o'xshatiladi. Buni nima ataladi? Teşbih murakkab. Nima teşbih mufrat deb ataladi. Teşbih mufrat. Amma teşbih murakkabchi desa, teşbih murakkab degan, ya'ni bir jumla kamil, yeni bir mushabbah ko'p bo'lib ketsin, mushabbah bir ozlab ketsin yoki aksi bo'lsin. Ya'ni demak maqsad faqat birla, vajh shabah birla. Ya'ni shuning kamil bir surat bilan ma'niki kamil bir surat emas, bir holati, bir sha'ni, bir sifati bas o'xshaydi. Tushunammi? Mana bu shuni deb ataladi teşbih tamsili. Endi musanniflar, mufassirlar mush oyatdagi tamsil haqida ikki xil ko'z qarash kelishgan. Biri nima deydi? Bu tashbih mufrat, tashbih mufarraqa. Ya'ni har bir misoldagi sayyib degan islomga o'xshatilsa, masalan, zulumat degan ularniki nimadagi munofiqniki ozg'unliklarga o'xshatilsa, ra'at degan ularga kelgan tahdidlarga o'xshatilsa degan har bir so'zlikni birdan ayirib o'xshatganlar bor. Yeni bir ko'z qarashlarcha ya bu shu umuman shakl bir holatni munofiqlarning bir holatiga, shunday yomg'irda qolgan bir odamlarning holatini munofiqlarning ozg'inlikdagi, nifoqdagi holatiga o'xshatgan. Cho'damni ikki xil ko'z qarash bor. Musannif shu haqda biz tushuntirib uchun biroz ko'proq so'zlaydi demishadi. Shunga bu tashbihni abdan hozir o'rganib olsanglar, tashbih tamsilni bundan keyin anda kan so'zlamaydi. Mishadi kalanlik bir o'rnashtirib olsizlar, kim kelgan hammasini shu bo'yicha tafsir qilib ketsa bo'ladi.
ev kesayyibin mine's-semâi fîhî zulumâtun ve ra'dun ve barq. Yani yaki münafıkların misali bir yağmurda kalan adamların misali okşaydı ki yani ev kesayyibin mine's-semâi asmandan qattiq şarqırab yaqqan yağmurda kalan adamların misali okşaydı ki fîhî degan bu asmandan yaqqan yağmurda zulumat yani qarang'uliq bor. Kuyaklı qattiq yaqqanliq nerede? Qarang'uliq bordir. Ve ra'dun ve güldürmama ovozi bordir ve barq chaqmoq bordir. Endi bir şeyde sennallahu subhanahu ve taala musannif deydi ki Allah subhanahu ve taala fi şe'nihim bu münafıkların hakkında münafıkların şey hakkında şanı münafıkların şanıga bir temsilin ahar yeni bir teşbih temsilini keltirdi ikinci kılıp senna degan gap yeni bir teşbih temsilini ikinci kılıp keltirdi nemiş qadisa li ziyadetil keşfi vel idah tekimiz ziyade ecvet ulanın bet beşirsini, ebti beşirsini tekimiz ziyade içip taşlaş, tekimi uçuk roşelleştiriş için. Şebbehel münafikine fit temsilil evvel. Hem de birinci temsilde, yani meseluhum ke meselillezi istevkada nara diyen birinci temsilde münafıklarını bil mustevkidi nara, ot kalıqçığa okşattı. Ve izharehul iman bil idae. Münafıklarını ki imanla aşkar kılışını ot kalıqçının otning atrofidagi narsani yo'ritqini o'xshatdi. Va inqita intifaihi munofiqning bu iymonidan aytgan iymonidan manfaatning uzilib qolishini bintifain nar. Ya'ni o'tning uchib qolishiga o'xshatdi. Demak, meyadim hozir tashbihni va mufarraqa shaklida, tashbih mufrad shaklida. Har bir bilakka bir bilak o'xshatib, bunday shaklda. Ve huna demek ki musannif birinci qatim ikki xil ko'z qarashni bayon qildi. Birinchi ko'z qarash nima? Har bir tashbihning bilaklariki har biriki yana bir bilakka o'xshatiladi. Yani ma bilak mushabbahdiki, mushabbah bidiki ablaki simul qilingan mesela. Yoki mushabbah bidiki ablak, mushabbahdiki ma bilakini qilingan simul qilingan deb mesela. Ve huna amde ma ikinci tashbih temsilde şebbehe dinel İslami bis sayyib. Allah Teala İslam dinini sayyibga yani qattiq sharqirab yaqqan yomg'irga o'xshatdi. Nima ish? Qanday bo'lib buni nima o'xshashlik bor? O'xshash va ma huwa vajhu shabah baynahuma. Bu ikkisini o'rtasidagi vajhu shabah nima? Li'anna al-quluba tahya bihi. Hayatul ardi bil matar. Hayatul ardi bil matar. Chunki qalblar islom dini bilan tiriladi. Qalblar islom dini bilan hayot bo'ladi. Islom dini sababli hayot bo'ladi. Xuddi hayatul ardi bil matar degan zimin, yer yomg'ir bilan tirilgandek. Yer yomg'irning sababi bilan tirilgandek, qalblar, dillar iymon bilan tiriladi. Iymoni bor qalb tirik qalb bo'ladi, iymon yo'q qalb o'lik qalb bo'ladi. Va ma yata'allaqu bihi min shubahil kuffari biz zulumat. Endi ve şubbiha degan bo'ldi. Ham şubbiha bo'lib keladi. Ve yoki shabbaha desam bo'ladi. Ve shabbaha Allah Teala ma yata'allaqu bihi min shubahil kuffari biz zulumat. Ve shabbaha ma yata'allaqu bihi min shubahil kuffar biz zulumat. Yani kafirlerin şübhelerinden ibaret alaqadar bo'lgan narsalarni, munofiqlarga alaqadar bo'lgan narsalarni nimaga o'xshatdi? Zulmat, ya'ni qorong'uliklarga o'xshatdi. Va ma fihi min al-va'di wal-va'id bil-ra'di wal-barq. Va ma fihi min al-va'id wal-va'id. Yani mu'minlarga va'da wal-va'id degan kafir munofiqlarga tahdiddan iborat bu oyatdagi tahdidlarni bil-ra'di wal-barq nimaga o'xshatdi? Güldürmama ovozi va barq chaqmoqqa o'xshatdi. Va ma yusibuhum min al-afza'i wal-balaya ularga yetgan, ularga yetadigan qo'rqinch, afza degan qo'rqinch va baloyi qazolarni min jihatil islom, ya'ni ularga yetadigan islom ahli tarafidan yetadigan qo'rqinch va balolarni, baloyi qazolarni, balo musibatlarni biz savaiq degan ol o'qishtildi. Ol degan nima desanglar, ol degan chaqmoq degan osmonda chaqadigan narsa. Yoki ikkisini almashtirsang ham bo'ladi. Ol degan osmonda chaqadi, chaqmoq degan yer ulul. Yerga tushadigan. Yoki aksicha ol degan yerga tushadiganni, chaqmoqchi osmonda chaqadigan. Tilinglarda qanday ishlaydigan bo'lsa, shuni ishlasang bo'ladi.
Savayıq degan yer güçüdür. Ulul. Köyde hep taşaydı gana. Çakmak degan asmanın yüzümüzge val körünüdür gana. Şipat kaşı. Barak degan şu. Vel ma'na emdi ma'na şudan anlamam biz teşbih mufrat degan muşmana. Teşbih mufrat. Yani mufrat ki. Her bir söz yeni bir söz koşturgan. Bu söz kısmı kılıngan. Bu söz kısmı kılıngan. Bu şekilde. Vel ma'na bunun manası umumi manası bolsa ev kemeseli zevi sayyibin degan boldu. Yani meselun ya ki münafıkların misali meseluhum atfa ama ev atf beşik meselun atf yani ya ki münafıkların misali kemeseli zevi sayyib degan boldu. Yani qattiq sharqirab yaqqan bir yomg'irda qolgan odamlarning misoli o'xshaydi. Yani misoli degani bu yerdagi misol uzun ma'nosida emas nimada? Yani holiga deydi shunama. Munofiqlarning ahvoli qattiq yomg'irda sharqirab yaqqan yomg'irda qolgan odamlarning ahvoliga o'xshaydi. Fahudifa mislu masalu fahudifa masalun lidalalati al-atf alayhi. Amna kamasaluhum kamathal alladhi masal nimaga atf qilindi deb tushundisa أو يعني حرف الأتف أو مثل كده دلالة الغلط شنو نقول ده عزب قلنا يعني أو كصيبين أو مثلي أو كمثلي صيبين تغمو كامل الغزال أو كمثلي ذوي صيبين والذوي مهم عزب قلنا بهذا صيبتك ذوي مهم نمقلنا مضاف وعن ذوي هم حذف قلنا نمش قال لدلالة يجعلون أصابعهم في آذانهم عليه يعني مشو ذوي يعني ular parmaklarını kulaklarını uyt kıvaladı diyen müşahedeki ayette yec'alûne diyen gel kelime demek bir yerdeki sayıp diyen kulağını sayıp yağmur diyen kulağını parmağını kulakı tıkıvalamdı ya kim tıkıdığını şu yağmurda kalan adamlar. Şununla demek aşağıdaki biz yec'alûne asâbi'ahum'dan nemini bildik. Bir yerdeki sayıp diyende mahzubat var yani. El-icaz bil-hadf. Sizge balagat kaydısında ötkenmiz. Yani icaz, itnab, musavat yani. İcaz bil-hazf. İcaz iki kılıp oldu böyle icaz bil-qasr. Yani bir icaz bil-hadf. İcaz bil-qasr diyen kıskı sözler gepni. Hazf kılmaydı diyen kıskı sözler. Ne kılıdı o? Murat ne mütkellemin muradı ifadleydi. Lakin icaz bil-qasr, bil-hazf diyen çoğu gepte mahzubat var. Gepni eğer bunun kalineleri onun dalalet kıttusa onu hazf kılıvetiş arkalık gepni kıskı sözleydi. Mujinne vatıldı o icaz bil-hazf. Miyadaki icaz bil-hazf var yani zevi sayyibin diyen buldu. Ma huve delil? Yani yec'alûne asâbi'ahum. Çoğun bir delil buluş gerek. Bakağıdım heyimiz ona. Delil buluş gerek. Vel murad emdi bir şey murad ayet ki Allah Teala'nın ki inşallah vallahi alem muraduhu mana murad ne mesela kemethali kavmin ahadathumus semâ'u bihâzihi sıfati felaqav minha ma laqav. Yani münafıkların haleti, ahvali xuddi qattiq osmon bilan tutgan degan gap yani bihâzihi sıfa yani yağmur osmondan yaqqan yağmur mushu sifat bilan ulan tutib olgan yani osmon yaqqan qattiq yağmurda qolgan odamlarga o'xshaydi. Odamlarning ahvoli o'xshaydiki falaqav minha degan osmondan ular malaqa uchirgan narsaga uchradi. Uchirgan narsaga degan gap yuqoridagi chaqmoq guldirmami ol ovozlari qattiq yağmur qorong'uliklarda qoldi. Shunda qo'rqoq barmoqlarni tiqib olib uchirgan hamma ishlarga uchirgan bir nimaning ahvoliga o'xshaydi ularning ahvoli. فهذا تشبيه أشياء بأشياء. Anda o mana bu teşbih şeyler, bir şeylerge o'xshatishdir. Bir şeylerge o'xshatishdir. Degan gap, yani bu yerlik teşbih demekçi, teşbih mufarraqa. Teşbih mufrad demekçi. Yani her bir şeyi bir şeyge o'xshatgan, ma şeyi o'xshatgan, bir. İlla ennehu lem yusarrih bi zikril muşabbahat. Biroq Allah Teala bir yerde muşabbahat degan muşabbahlarning zikrini nima uçuk bayon qilmadi. Chunki men sizga dedim teşbih degan 4 rukni bor dedim. Biri mushabbah yani biri mushabbah bih dedik ma. Allah Teala mushabbah bihni so'zladi, ammo mushabbahni so'zlamadi. Asli qoida bo'yicha agar mushabbah so'zlanmasini bo'ladi,
mushabbah so'zlanmasa yoki mushabbah bir so'zlanmasa bu nima bo'ladi? Bu istiara bo'ladi. Istiara bo'ladi. Ammo bu yerda yine biz mushabbah so'zlanmaydi-yu, lekin biz buni nima deb turyapmiz? Tashbih deb turyapmiz. Istiara demay, tashbih deb turyapmiz desa, al-farq daqiq. İnchkeni tashbih bilan istiarani o'rtasidagi inchik farq nima desanglar? Hatto ba'zida tashbihda ham nima mushabbah hazf qilinishi mumkin. Mushabbah hazf qilinishi mumkin, ammo mushabbah hazf qilinmaydi avvalan. Tushundingizmi? Tashbih abadan mushabbah hazf qilinmaydi. Mushabbah hazf qilinishi mumkin, lekin hazf qilinsa, yana boshqa narsa dalolat qilgan narsadir. Yani tikide bada o'ylaymiz, muqaddar deymiz. Mushabbah nima bu yerda? Muqaddar. Xuddi masaluhum deb eshitgandiku. Masaluhum deb munofiqlarning gap ushkadiku bashida. Xuddi av degan harf atf ashuni dalolat qilib turibdi birinchi. Mushabbah bor bu yerda o'ylaymiz. Lekin istiarada cho'q unday emas. Istiarada yo'q. Istiarada mushabbah yo'q. Hazf qilingan narsa unutilib ketgan. Xuddi istiaraga oyat kelgan ani uni ma'qul qo'yilgan. Mushabbahni o'rniga mushabbah bih qo'yilgan yoki mushabbah bih o'rniga cho'q mushabbah qo'yilgan. Xuddi shundagina unutilib ketgan. Bunda darajada buni hazf qilingan tikida bor demaymiz bu istiarada. Farqi uchun nima? Inchki farq. Miyadagi nima uchun tashbih deymiz, istiara demaymiz desa? Chunki farq miyadagi av degan av hammasini mushabbahga dalolat qilib turadi. Xo'sh, illa annahu lam yusarraf fi zikri mushabbahat degan mushabbahatlarning zikrini ochiq bayon qilmadi. Kama sarraha fi qawlihi. Xuddi Alloh taolaning boshqa qavullarida Alloh taolo mushabbah va mushabbah bihni kamil bayon qilgan. Masalan, tashbih mufradda qanday qiladi? Mushabbah bilan bayon qiladi, mushabbahdan bayon qiladi. Lekin bu yerda unday bayon qilmadi. Masalan, va ma yastawi al-a'ma wal-basiru والذين آمنوا وعملوا الصالحات والمسيء وما يستوي الأعمى والبصير qarg'u bilan ko'rguchi ko'zi ko'radigan odam, a'mo bilan ko'zi ko'radigan odam barobar bo'lmaydi. Va iymon etganlar bilan iymon etgan yaxshi amallarni qilganlar bilan valal musi degan yomonlik qiluvchilar barobar bo'lmaydi degan da'vat etishadi. Bu oyatga qaraydigan bo'lsanglar, Alloh taolo ko'zi ko'radigan odamni nimaga o'xshatgan bu yerda? Yaxshi amal qilgan, solih amal qilgan odamlarni ko'zi ko'radigan odamga o'xshatgan. Yomonlik qiluvchilarni ko'zi ko'rmaydigan odamga o'xshatgan. Demak, mushabbah uch kelgan. Bu tashbih mufrad. Anladin? Endi va qavl Imrul Qays, jahiliyat davrining mashhur bir shoiri bor. Imrul Qays deydi, arablardagi eng mashhur shoirlardan biri Imrul Qays. Bu Imrul Qaysniki she'ridimi tashbih mufrad shaklida kelib, har biri mushabbah va mushabbah bi uch nima qilingan, bayon qilingan. Masalan, nima degan? Ka'anna qulubat tayri ratban va yabisan lada wakriha al-unnab wal hashaful bali degan ekan. Ya'ni bu nima demak kelsa, go'yoki qushlarning yuraklari ratban degan qushlarning, ya'ni hala kavnihim degan bo'ldi. Qushlarning yuraklarining ratban ho'l, qurib qolgan, yangi ho'l va yabis quruq bo'lgan holatida lada vakriha nada desa, lada vakriha degan gap bu yerdagi shu bu yerdagi uqobni sifatlamoqchi, uqob degan burkut, osmonchilik burkutni sifatlamoqchi ekan. Burkutning uvusining oldida chechilib ketgan qushlarning yuraklari ho'l va qurib ketgan yuraklari al-unnab wal hashaful bali. Go'yoki nimaga o'xshaydi? Go'yoki al-unnab chilan. Go'yoki chilan wal hashaful bali degan gap nachar xurma, puchak xurma. Xurmaning kimida bushi yo'q, qurib qolgan puchak xurma. Xuddi quroq xurma desak bo'ladi, puchak xurma desak bo'ladi. Puchak xurmaga o'xshaydi go'yoki. Nima demoqchi ekan desanglar? Ya'ni burkut degan tutgan qushlarniki nimasini yemaydi ekan? Yurikini yemaydi ekan. Yurikini olib qo'ydi ekan. Shunda deyman, men bilmadim, lekin men shunda debdi. Sizlar Qirg'izistonda mesela ko'p bilasizlar. Ovchilar bor sizlar sanada. Bilasizlarmi? Bas deydi ekanki, burkut qushniki yurikini yemasmish. Hozir men shoir nima deydi? Ya'ni shu qushlarniki qushlarning hammini yeb, yurigini qilib qo'ygandan keyin ba'zan yuraklar qurib ketgan, qog'ozi qurib ketgan. Ba'zanlarda yingida tashlangan bo'lgandan keyin shu yingi qurib ketgan yuraklar, qizil yuraklar
Qizil unnapqa, yangi yuraklar nima o'xshaydi unnap? Chilan. Qizil chilanni bilamsizlar? Chilonga o'xshaydi ekan. Ko'nrab ketgan, qurib ketganlar uchun kuvak xormaga, ya'ni pushak xormaga, nachar xormaga o'xshaydi ekan. Mana bu yerda qaraydigan bo'lsak, shu Imroil qazmu qanday keldi? Uchuq keldi, ya'ni mushabbahni va mushabbah bayni keldi. Ya'ni mushabbah nima? Qulubat tayr mushabbah. Qulubat tayr unnab qo'shilgan, chilonga qo'shilgan. Ratban uniki qulubat tayrniki ratib holati unnabqa va yabis quruq holati hashful baliga qo'shilgan. Demak, endi moyat jonda kamida deyapti. Bal jaa bihi matwiyan zikruhu ala sananil isti'ara, sunanil isti'ara ikki xil bor durust bu yerda. Balki Alloh taolo bu yerda matwiyan zikruhu degan gap mushabbahning zikri qatlangan holati, yo'galgan holatda isti'ara yo'li bilan ala sananil isti'ara degan gap ala taniqil isti'ara, ya'ni xuddi isti'araniki qoidasi bo'yicha keltirildi nima tashbih. Bas birinchi farqini topadigan sizga tashbihda tigidba deymiz, mahzub muqaddar deymiz. Lekin isti'arada shu tigidba demaymiz. Isti'ara unutilgan bo'ladi. Farq mu shu. Davatida uni keyin ikkinchisida o'zining eng to'g'ri ko'z qarashini rivoyat qiladi. Xo'sh. Endi musannif rahimahulloh deydiki, merdiki 5ki so'zmoqchi bo'lganda nima demoqchi edi? Bu tashbih berdiki, tashbih temsil ma bu tashbih nima deyapti? Tashbih mufarraqa. Tashbih nima? Mufrada. Bu chaqda anda tashbih mufarraqa bo'lganda, tashbih mufrad bo'lganda har bir so'zlikka o'xshatiladi. So'zlikka o'xshatiladi. Ammo tashbih murakkaba bo'lsa, unda bo'lmaydi. Bu chaqda komil bir surat, bir holat, komil bir holatga o'xshatiladi. Davatidiki was-sahihu eng to'g'risi bu yerda anna at-tamthilayni min jumlati at-tamthilat al-murakkaba dun al-mufarraqa. Bu yerdagi bu ikki tamsil, ya'ni birinchi tamsil qasi masaluhum kamathalil istawqada nara. Ikkinchisi masaluhum nima? Ikkinchisi aw kasayyibin min as-sama degan bu ikki tamsil, har ikkinisi temsilat murakkaba. Temsilat murakkabaning jumlasidandir. Dunal mufarraqa. Temsilat mufarraqa emasdir. Nimish qadisa li annahu. Chunki bu temsil murakkab bo'lsa, qanday bo'ladi? Li annahu temsil murakkab degan yatakallafu li wahidin shay'un biqadari shubhihi bihi. Aslida yerdagi yatakallafu la yatakallafu. Yana bir rivoyatda la yatakallafu deb bo'lish kerak. Sizlarda qanday ekan? Sizlar kitobda yatakallafu ekan. Unda yatakallafu bo'lsa, nimaga tashbih nimaga murakkab kelgan, tashbih mufrad kelgan. La yatakallafu bo'lsa, tashbih murakkab kelgan. Demak, men kitobdagi bir basmada la yatakallafu. Ma basmada yatakallafu ekan. Demak, yatakallafu bo'lsa, men aytgan annahu damir daqat etgan tashbih mufarraqa. Chunki tashbih mufarraqa degan yatakallafu li wahidin shay'un biqadari shubhihi bihi. Aw yana bir basmada biqadari deganda yuqaddaru deb qo'y. Yuqaddaru shubhuhu bihi deb. Anladın? La yatakallafu li wahidin shay'un yuqaddaru shubhuhu bihi. Deb bunda kelgan. Ma'noda shu yatakallafu li wahidin shay'un biqadari shubhihi bihi deb. Qanday bo'lmasin ma'no bir. Ya'ni mufarraqa tashbih mufrad degan yatakallafu li wahidin shay'un biqadari shubhi degan birdan birmi bir. Ya'ni av mushabbahdagi bir so'z mushabbahbetga bir so'zga o'xshaydi. O'yinda qilib ash jumlada komil ma'suzga har bir so'zning vaji shabah ayrim har bir so'z bir so'zga simvol qilingan bo'ladi. Biqadari shubhihi degan gap mushu shay ma'nodagi yiniki damiri shayim g'anadi. Ya'ni shubhi shay'i bihi degan biwahid. Ya'ni mushu narsaning aninki a birga, ma'nosining a birga, birga o'xshash miqdor bilan bo'ladi deydi. Anladın? Umumiy ma'no shu. Tashbih başında so'z yapadim. Tashbih mufrad degan
Aqancha ko'p jumla kelib ketgan taqdirdami, buni biz birdan birini o'qishib chiqamiz. Lekin tashbih murakkab uni o'xshamaydi. Deganda jumla udul kelsin yoki udul kelmasin. Biz so'z va shabah chiqolmaymiz. Balki bir surat, kamil bir surat, bir shakl, bir sifat, bir holatni, ya'ni kamil bir holatga o'xshatamiz. Bayanuhu, bunun bayani, bu gapimizning bayoni desanglar, annal araba ta'khudhu ashya'a furada ma'zulan ba'daha min ba'd. Arab şeylarni, ya ashya'a furada degan gap, yolg'iz şeylarni ma'zulan ba'daha, uning ba'sidan ayirib oladi, avval olganda, ayirib oladi. Lam ya'khudh hadha bi hujzati zak va tashbihuha bi nadha'iriha. Ya ma'u aniki tutilgan yerini ma'qid degan mamsak, yani tutilgan yer. Hujz degan asli nima? İştambaq, kamar, balvoq. Ma'u aning balvog'ini tutmaydi degan gap, ya'ni ma'u aning bilan munosib kelmaydi degan gap. Ay ma'shkisi bisibisga chaplashmaydi. Ma'aning ma'nosi ma'ani ma'nosi demaymiz. Hammasi ayrim degan gap. Ve teşbihuha bi nadha'irha, bunu onun o'xshatish. Masalan, kama fa'ala Imrul Qays. Imrul Qays qilgandek. Yuqoridagi she'rda dedi-ku, unnab degan chilan qushniki yurakli o'xshatdi. Nachar xurma qush yuraklarniki quruq holatiga o'xshatdi masalan. Imrul Qays qilgandek demakchi o'g'ini aynı söz o'xshatdi arablarning qoidasida. Bir xil holatda. وتشبه كيفية حاصلة من مجموع أشياء قد تضامت وتلاصقت حتى عادت شيئا واحدا بأخرى مثلها. مشاهدين عبارات بلوز خطأ باكن بون تزتق يعني لم يأخذ هذا بحجزة ذاك وتشبهها بنظائرها. العرب شيء لانه دستبت يلغز باستن ayrım halda, biz kuşulup gelmeyen halda alıdı. Lem yakul hada bi hüccetizak. Ma'u anınki tutulduğu yerini tutmaydı. Ma'u anın alıdığı yerini almaydı. İkisi birbirine birlik etmeydi. Ve tuşebbihuha. Onun kendiden bu şu ayrım ağan neslerini bi nazailiha. Arap yani tuşebbihu'daki teşbihuha da galat izqabta aslı tuşebbihuha. Tuşebbihu'daki zamir Arap kaytıdı. Yani Arap şu ayrım ilingan neslerin eşya fıradalarını binazairiha, şu yalnız ayrım neslerini ki o'xshashları o'xshatdi. Şunu o'xshaydigan narsa o'xshatdi. Kama faala Imrul Qays. Yuqorqi she'rdagi Imrul Qays qilgandek. Anladın? Xuddi qizilchilanga nima? Qushniki ho'l yuraklarini qizilchilanga, quruq yuraklarini qurib ketgan qo'lni o'xshatgandek. Ve tuşebbihu ve Arap yana, yani gene atfa. Arap yana nima qiladi? Ve tuşebbihul Arab yani kayfiyeten hasileten min mecmu'i eşya. Yani qad tadammat, yani Arap yana qo'shilib ketgan ve talasaqat degan gap, bir-biriga chaqishib ketgan shaylarning to'planmasidan, jug'lanmasidan hosil bo'lgan kayfiyya degan gap bir holatni hatta adet şeyen vahiden davut. Hatta ki jug'lashqanning dadida bir chaplashib birikib ketganning dadida bir narsadek bo'lib ketgan. Bir narsaga o'xshash bo'lib ketgan bir holatni bi ukhra mislaha. Yani shuning o'xshaydigan yana bir holatga o'xshatdi. Demak, nima demoqchi ekan bu yerda demoqchi bo'lsanglar, ya'ni musannif men boshida deb bergan tashbih ikki xil bo'ladi. Biri tashbih mufrad bo'ladi. Ya'ni Imrul Qays qilgandek so'z o'xshatiladi. Bir söz yalnız sözga, mufrat sözga o'xshatiladi. Yana bir xili bor. Bu bo'lsa, ayda bir muncha mufratlardan tarkib topib, birlashib o'z aramida aloqasi bor, bog'lashib, o'zaro bog'lashib, beshtikida bog'lashmaydi, bir-biriga bog'lashmaydigan so'zlar o'xshatiladi. Ma'nodacho o'zaro bir-birisi bilan munosabatlik, bog'lashib, chirmish, ichib qo'ygan tashqon bo'lib ketgan so'zlarni chirmishib birikib ketgan bir holatni, ya'ni shunga o'xshaydigan yana bir holatga o'xshatdi. Demak, tashbih ikki xil bo'ladi demoqchi ekan. Demak, nihoyat oson bir normal gapni intayin murakkablashtirib, ya'ni shu biz demoqchi bo'lgan gap demoqchi ekan. Ya'ni tashbih ikki xil bo'ladi, tashbih mufrad, tashbih murakkab bo'ladi demoqchi ekan. كقوله تعالى مثلا الله تعالى قال وشاشكي مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها. Yani Tevrat ne?
kötürülgen Yahudilarning misali Tevrat'ı kötürülüp andikin Tevrat'ını kütemigen. Yani Tevrat ulağı düşüp bu Tevrat'ı emmel kımıgan Yahudilarning misali kemeselil himari yahmilu asfara. Xuddi bir münç kitaplarını yuduvagan, kitap artılgan işek misali okşaydı. İşeklerinin misali okşaydı. Devat oldu. Bir şeyde ne deyimiz? Bir şeydeki Tevrat'ın misali veya asfar koşturgan, işeknin misali Yahudi koşturgan demeyimiz. Şöyle ama işek Yahudi koşturgan, asfar kitapla Tevrat koşturgan diyendek bunda okşatmayız bir yer. Fakat lan haletini halet koşturmayız. Yani xuddi işek yük atılgan, kitap atılgan işek yüzünün kütürep mangan kitabının kadrini, kadir kıymetini, onun içinin nemi balıkını bilmegendek, kadir kıymetini bilmegendek, onun içinin balıkını bilmegendek Yahudiler yüzü geçişken Tevrat'taki kadir kıymetini bilmeydi ve o kitaptaki sözlerge içindeki derslerini bilmeydi. Bilse mi onu amel kılmaydı. Şuna ama demek bunun da biz Yahudiler işekle okşatılgan, aspar degen Tevrat okşatılgan demeyimiz. Çünkü bu nime teşbih mürekkep. Şuna ama fel muradu yani murad teşbihu halil Yahudi fi cehliha bima ma'aha min Tevrat. Yani bihadik murad yani Yahudilerin haletini fi cehliha bima ma'aha yani Yahudilerin ki üzülen billi boğan Tevrat'ın ibaret kitabını bilmezlik de boğan Yahudilerin üzülen billi boğan Tevrat'ını bilmezlikten ibaret bir haleti Yahudilerin nemi koştuğun bi halil himari fi cehlihi bima yahmilu min asfaril hikme. Yani hikmet kitaplarından üzü artığan hikmet kitaplarının işekinin üzü artığan hikmet kitaplarını bilmezlikten ibaret bir haletiga koştuğun. Yani Yahudilerin Tevrat'ın içindeki kitapını bilmezlik işekinin üzündeki artığan kitabının içindeki hikmetlerini bilmezlikten ibaret bir haletga koştuğun. Şunu وتساوي الحالتين عنده من حمل أسفار الحكمة وحمل ما سواها من الأوقار. وتساوي الحالتين فالمراد تشبيهه مع مراد بهذه يودانا هذا أخشتش و يعني مراد وأطف تشبيه وأطف يعني وتساوي الحالتين يعني شكين حالتنا عنده الله تعالى ki nazarda min hamli asfaril hikmeti hikmet kitaplarını kütülüşten ve hamli ma sivaha minel avqar onun başka yüklerini kütülüşten ibaret nesinin işkin haletinin beraberliği murad bir şu işkin okşaş beraberliği onun hiçbir la havle ve la kuvvete illa billah وتساوي الحالتين عنده استغفر الله يعني عنده ديكي ضمير حمار قايتول ديگem ya da işek قايتول ديگem yani ne demek ki murad biyadiki ve tesavil haleteyn ikkin haletinin indahu işeknin göz karşıda ikkin halet beraber min hamli asbaril hikme işek koyu gadini gane min kitason hikmetli kitaplarını kütasun hikmetli kitaplarını kütürmansun ve hamli ma sivaha min el avqar ya ki hikmet kitabımız başka yüklerini yapmasın. Şu tüpskin nime atılsa okşar. Yani onu beraber. Ma'alma hikmet yaş kitap kitabında hoşlap gitmeydi. Başka naçar yük kitabında küçük gitmeydi. Okşar beraber. Ve la yuş'iru min zalika işek bunundan illa bima yemurru bideffeyhi min et-ta'abi vel ked. Fakat lan bideffeyhi yani bir işki bakını işekin işki bakınıga ütüdüğün capa muşakkatını lan böyle de işek. Ondan başka ne bilmeydi o başka capa başka mav hikmet kitapken mav kutan asken dep ayıp olmaydı. Oddi Yahudiler bunun okşaş diyen bol hal etmez fakatla. Ve ke kavlihi Allah Teala'nın yine kavli okşaş. Vedrib lehum meselel hayatid dunya kema'in enzelnahu mines sema. Vedrib lehum meselel hayatid dunya kema'in enzelnahu mines sema. Yani ulağa dünya hayatının misalini bayan kıpırın. Dünya hayatının misali kemain enzelnahu mines sema. Xuddi biz osmondan tushirgan
bir suning misoli o'xshaydi u. Ya'ni bulutdan tushirgan bir suning misoli o'xshaydi u. Degan mishadagi oyatiki fal murad, bu yergi murad bo'lsa qillatu baqo'i zahratil hayatid dunya. Ya'ni dunyo hayotining chechaklarining baqiy qilishining ozligi ka qillati baqo'il xadr, yeshillikning baqiy qilishining ozligiga o'xshaydi. Fa huwa tashbihu kayfiyatin bi kayfiyya, ya'ni bir holatni, ya'ni bir holatga bir kayfiyatni yana bir kayfiyatga o'xshatishdir. Xo'sh, fa amma ay yurada tashbihul afrad bil afrad. Amma afrodlarning, fardlarning, shaxslarga o'xshatilishi, so'zliklarning so'zliklarga o'xshatishning iroda qilinishi g'ayru manutin, ya'ni g'ayru mutaalliq. Ba'duha bi ba'din. Ya'ni g'ayra manutin ba'duha bi ba'din. Uning ba'zisi bilan bog'lanmagan holda va musayyaratin degan gap. Madagi g'ayra musayyaratin shay'an wahidan fala. Va g'ayra musayyaratin shay'an wahidan fala deydi. Ya'ni g'ayra manutin ba'ziga bog'lanmagan holda va musayyara degan g'ayri maj'ula degan gap. Yani bu ikkisi qolgan afrodlar hammasi bir narsaga aylantirilmagan holda fard iroda qilinishi fala degan gap la, yanda iroda qilinmaydi. Yani miyadagi ikkinchi ko'z qarash bo'yicha ondan bunday shaklda, ya'ni komil bir suratga o'xshash shaklida ondan so'z fard shaxs bir-biriga bog'lanmaydigan, bir-birisi aloqasi yo'q holatda o'xshatiladigan ish yo'q. Ma'noda faqatla komil bir surat bilan o'xshatiladi deydi. فكذلك لما وصف وقوع المنافقين في ضلالهم. Xuddi shuningdek Alloh taolo munofiqlarning ularning ozg'unligiga tushganligini sifatlagan vaqtida va ma khabatu fihi min al-hayrati wad-dahsha. Ya'ni khabatuni ma'si saqatu degan bo'ladi. Ularningki hayronlik va dahshatga tushib qolganligini sifatlagan vaqtida shubbihat hayratuhum va shiddatul amr. Ularningki hayronligi va ularning ishining qattiqligi nimaga o'xshatildi desa, bima yukabilu man utfiyat naruhu ba'da iqadiha fi zulmatil layl. Kechining qorong'uligida o't qolgan odamning o'ti o'chib qolgan. O't qolib, kechining qorong'uligida o't qolgandan keyin o'ti o'chib qolgan odamning tatgan jafosiga o'xshatildi. Va kazalika man akhadathu as-sama'u fil laylatil mudlima. Va shuningdek osmon tumtalik qorong'u kechida ma'radin degan gap yuldirmama va barq chaqmoq va xavfi min as-sawa'iq Allohning qo'rqinchisidan, chaqmoqlarniki qo'rqinchisidan iborat osmonning shunday hodisalarning ostida qolgan odam shunga o'xshashdir. Balki va tamsilu thani ablagh. Balki ikkinchi tamsil ya'ni texmi mubolag'atliroqdir. Nima ish qilsa li'annahu, chunki ikkinchi tamsil adallu ala farqi al-hayrati wa shiddati al-amr va lidha ukhir. Chunki ikkinchi tamsil nimaga u munofiqlarning texmi bakrak hayron qilishiga, munofiqlarning bishiga kelgan kunning texmi bakrak qattiq ekanligiga dalolat qiladi va shu sababdan ukhir keyin keltirdi. Al-qoida bo'yicha nima dastlabki birinchi qitim keltirgan tadarruj deymiz buni. Birinchi qitim normal keltirildi, ikkinchi qitim kelgani birinchi qitimning kuchli keladi. Uchinchi qitim kelgani 10 dan kuchli keladi. Paştak o'ylash. Tarakki deb ataladi, tarakki yo'lini. Va hum yatadarrajuna fi nahwi hadha min al-ahwani ila al-aghlaz. Yani arablar shunga o'xshaydigan holatlarda, min al-ahwani asarraqtin ila al-aghlaz degan qattiqroqga o'rlaydi. Paştak qadam o'rlab bayon qiladi. Bularniki bayon ilmidagi qoidalardan biri bu. Ve atafa ahad temsileyn alel ahir bi'av. Allah Teala ikki temsilning birini yana biriga av bilan atf qildi. Nimishqa desa, li'annaha fi asliha, chunki av degan o'zining aslida qo'yilgan vaqtida nima uchun qo'yilgan? Litasawi shay'ayni fasa'idan fi shakki 'inda al-ba'd.
Yani bazı nahvi ulamalarının göz qarashida ikki narsaniki, ikki va ikkidan yuqori narsalarning, ikki va ikkidan ko'p narsalarning barobar ekanligi, tasavvur barobar ekanligi shakda barobar ekanligi uchun qo'yilgan. Nima dastlab qo'yilgan nima uchun? Ikki yoki ikkidan ko'p yuqori narsalarning shakda barobar. Yani u A bo'lishi mumkin, ma bo'lishi mumkin degan shakda barobar ekanligi uchun qo'yilgan. Thummastu'irat. Ondan keyin bu aliyatga ilinadi mujarradi tasavi. Agar mujarrad faqat barobarlik uchunla ishlatilgan. Ya mushu ba'zi buni endi av degani demak av hozir ishlatilgan ma'no qanday av degan shak uchun emas, shak yo'q. Faqat barobar ikki narsa. Sen uni qilsang bo'ladi, buni qilsang bo'ladi. Lekin shak uchun degan gap asli qolgan shak uchun qolgan gap. Keyin u shak uchun emas, mutlaq barobarlik uchun ishlatilgan. Lekin hamda hozir ham shu mutakallimdan hol qaraladi. Ba'zida mutakallim av degan gap mutakallimning shak qilganligini. Ba'zida mutakallim biladi, lekin anglagan odamniki shak qildirish. Ba'zida ixtiyorni bilish. Yana har xil shaklda bo'ladi. Shuniki atrofli qalinini qaraymiz. Thumma istu'irat li mujarrad at-tasawwur. Lekin yalg'iz faqat barobarlik uchun ham ishlatildi. Aliyatga kelib ishlatildi. Ka qawlika masalan, sening jalisil hasana aw binasirina. Sen Hasan Basri rahimahulloh bilan o'tirgan yoki Ibn Sirin bilan o'tirgan. Ya'ni demak jo'g'ini Hasan Basri rahimahulloh munoyat katta olim zot, Ibn Sirin rahimahulloh munoyat katta olim zot, qaysi bilan o'tirsang bo'laver, ikkingiz nihoyat yaxshi olim. Barobar bu ikkisidan o'tirishim barobar, o'xshash, baribir, ya'ni farqi yo'q degan bo'lmaydi. Turidu, ya'ni sen shuni iroda qilasanki, annahuma siyani fi istiswabi ay yujalasa degan gap. O ikkisidan o'tirishniki to'g'ri, u ikkisining bi ayyihima degan gap hozir qilingan bo'ldi. Men u ikkisining qaysi bilan o'tirilsa to'g'ri bo'ladi deb so'ragan savolingda barobar degan, barobar, ya'ni u ikkisining qaysi bilan o'tirsang barobardir degan bo'lsa. İstisvab degan gap aslida nima? Ya'ni sual bi ayyihim sual savab, ya'ni ayyuhuma savab, sual ayyuhuma savab. Yani qaysi, yani İmam Hasan Basri'yle otursam to'g'ri bo'lamdi yoki Ibn Sirin bilan otursam to'g'ri bo'lamdi degan savolga, ya'ni jalisil Hasan va Ibn Sirin, ya'ni qaysi bilan otursang baribir o'xshash deb javob bergan bo'lasan deydi. Va qawluhu ta'ala, va qawlihi ta'ala masalan Alloh taolaning qavliga o'xshash masalan va la tuti' minhum athiman aw kafura degan, ularning na gunohkorga na va yoki kafur, yani kafir tuzkurga itoat qilma. Ya'ni al-athim wal kafur, ya'ni ma'nosi gunohkor bilan kafir bo'g'chi nima siyani fi wujubil asyan degan, asi bo'lishning vojibligida barobardir. Gunohkorga itoat qilolmaydi, kafirga itoat qilolmaydi, hech qaysi itoat qilolmaydi. Fakadahuna, bu yerda shunga o'xshash buni ma'nosi. Ya'ni nima demoqchi? Buni ma'nosi أن كيفية قصة المنافقين نبغى مشبهة نقم هذا النمطة مشبهة مكان هذا مشبه غلط ما يبغى demek yani أن كيفية قصة المنافقين منافقların قصة كيفيتي diyen haleti müşebbehatın keyfiyeti hateynil kıssateyn, yani muş iki kıssanın haletiga o'xshatuvchidir. Ve annal kıssateyn, bu iki kıssa savaun degan barobardir fi istiqlali kulli vahidatin minhuma bi vajhi temsil. Yani her birinin mustaqil holatda temsil bilan mustaqil holatda mush munofiqlarning holatiga o'xshashida barobardir. Ma'mu o'xshaydi, am o'xshaydi. Xohlasang ma'ni o'xshat, xohlasang am o'xshat. Ikkingiz o'xshash. فبأيتهما مثلتها فأنت مصيب. Yani bu ikisining qaysi bilan misol keltirsang, sen to'g'rini topquchisan. Va in mathaltaha bihima jami'an fakadalik. Agar ikkinizni misol keltirsang ham to'g'rini topquchisan. Agar ikkisining birini qaysi birini misol keltirsang ham to'g'ri qilgan bo'lasan. Xo'sh, endi Musannif rahimahulloh bizga av kasayibindagi avni tushuntirib bo'lgandan keyin
ve ilgirdeki temsiliyle avval birinci kılıp ilgirdeki temsiliyle ma temsilindeki oturdaki farklarını ve temsilindeki teşbih temsilinin qanday ekanligini tushundirdi. Teşbih murakkab, teşbih mufradni tushuntirib o'tgandan keyin endi bizga endi ev degan bir so'zni tushunib o'tib bo'ldi. Endi bu yerdagi ev shak uchun emas. Alloh taolo shak qilib uni ya ana o'xshaydi ya buni o'xshaydi deb shak uchun emas yoki ikkisining birini tanla deganlik uchun emas. Bu yerdagi ev balki yani ikkinisi to'g'ri. Onu qilsang bo'ladi, buni qilsang bo'ladi. Ikkinisiga o'xshatsang bo'ladi, yoki ikkisidan qaysi biriga o'xshatsang to'g'ri topgan bo'ladi. Sen degan buni ma'nosi deb buni tushuntirib bo'lgandan keyin biz sayyib degan sayyibni tushuntirib o'tdik. Sayyib degan nima? Sayyibning lug'at ma'nosi sayyibga al-matar, allazi yasub, ya'ni yasub saba yasub degan yanzilu va yaqau degan bo'ldi. Ya'ni tushadigan, yog'digan degan bo'ldi. Yog'di charqirab, ya'ni yog'digan yomg'ir. Yanzilu va yaqa. Ve yuqalu lis-sahab bulutqa ham sayyib deyiladi. Bulutqa ham osmondagi bulutqa sayyib deyiladi. Bulutqa ham nima deyiladi? Sayyib deyiladi. Xo'sh, endi demak biz bu yerda kasayyibniki ikki xil ma'noga e'tibor qilib ya'ni birga yoki bulut yoki yomg'ir. Lekin bu yerdagi ma'nosi nima? Yomg'ir, tushunarlimi? Yomg'ir. Endi vatankiru ikinci mesele o'tkaldi. Vatankiru sayyibin. Bu yerdagi sayyibni nakir keltirish. Nimish Allah taala ev ka sayyibin deb keltirdi. Nimish ev ka sayyibi deb keltirmadi. Nima uchun nakir keltirdi desa, li'annahu naw'un min al-matari shadidun ha'ilun. Chunki bu yomg'ir qanday yomg'ir desa, yomg'irning intayin qattiq qo'rqinchli yoqqan bir xil. Anda normal yomg'ir emas bu, simsim yomg'ir emas. Ya'ni qattiq chaqmoqlar chiqib turgan, Allah chiqib turgan, guldirmalar darqanshib, taraqshib turgan, ashunda osmon, olam tumtalik, qorong'u. Ya'ni xuddi yomg'ir to'xtamay to'pon balasi kelgandek, odamni chaqmoq suqib o'tirgandek, mushunda qo'rqinch holatga bir yomg'ir. Shunga bunga normal yomg'ir bo'lmaganligi uchun buni sayyib degan bir xil yomg'ir, ajoyib bir xil qo'rqinchli yomg'ir degan ma'noni chiqaradi. Lit-tahvil. Ya'ni bu yerdagi tankir nima uchun? Lit-tahvil, lit-tanvi'i va at-tahvil. Ya'ni bir xil yomg'ir deymiz. Bir xil qo'rqinchli yomg'ir deb ma'nodamiz. Al kasayyibin, ya bularning misoli bir xil qo'rqinchli qattiq sharqirab yoqqan yomg'irning misoli o'xshaydi deymiz. Mana degan nima ilmul bayon degan bo'ladi. Kama yana bir illat olsa kama nukiratin naru fit temsil avval. Birinchi temsilda mu nar qanday keltirilgan edi? Nakira keltirilgan edi. Ya'ni masaluhum kamathali alladhi istawqada nara. Istawqada nar deb kelmay, nar deb nakira keltirilgan edi. Xuddi shunday ma'noda nakira keltirildi. Was-sama, xo'sh, sama degan hadihi al-madalla. Ya'ni bu soyvan. Bizga soy tashlab turadigan, bu soyvan deganda ikki xil ehtimol ma'no bo'ladi. Bir nima? Bulut. Ya'ni bizga soy tashlab turgan nima? Bu bulut. Osmon soy solmaydi. Bulutning soyini misolida bulut. Bulut demakchi. Bu yerdagi sama'atdan murod bulut. Undan keyin ya'ni was-sama hadihi al-madalla. Osmon degan mushu nima? Soyvan, ya'ni bulut demakchi. Mishe shu avkasaybi min as-sama deganda nima deymiz shunga? Bulutdan yomg'on yomg'ir, bulutdan yoqqan yomg'irga o'xshash demaymiz. Chunki yomg'irlar yog'di, bulutdan yog'di. Endi bu haqda olimlar birmuncha ixtilof qilishgan. Ba'zisi deydi, yomg'ir nimaga dengizga tushib, dengizdan suvni elib yog'dirdi deydi. Ba'zilar nima deydi? Yomg'ir osmondan yog'di. Bulut xuddi nimaning o'rnida bir g'alvani bilasizlarmi? G'alvaning o'rnida qattiq tushgan suvni tangshab bizga muvofiq holatda Alloh taolo buyurgan bu yerga muvofiq chachadigan g'alvir, bulut degan bir tangshigich. Tangshaydi. Lekin agar osmondan tushgan biti tutgan bo'lsa, Qur'on karimda va anzalna minas sama ma'an tawrada osmondan tushgan yomon oyatlar ma'nosida agar samoni biz bulut deb ma'no etmay, samo degan o'zining haqiqiy ma'nosini aytsak, u chaqda asli yomg'irdan tushgan bo'ladi, osmondan tushgan bo'ladi. Undan keyin osmondan tushgan yomg'ir bulutga tushib, bulutdan tangshilib, undan keyin atrofga tangshilgan bo'ladi.
Lekin yine bir alimlar için degan, yo'q, bu yerga osmondan yomg'ir tushib degani, ya'ni bulutdan tushib degan bo'ldi. Bulut yomg'irni dengizdan ichidi, yerdan chiqqan o'rlardan bulut o'ziga tortib, unga shuni yine Alloh taolaning amri bilan muvofiq shaklda chachidi deydi. Bu hammasi nima? Kalam ijtihodiy. Buni bir adam kafir mo'min bo'lib ketmaydi. Hozirgi fan texnikalarda nima deyotdi? Men ikkinchi ko'z qarashni, ya'ni bulut dengizdan suvni ichib, undan taqdir deganni hozir fan texnika shuni nima qilyotdi? Shuni ilgari suryotdi. Vallohu alam. Lekin unda yana bir adam Qur'onni inkor qiladigan ish bo'lmaydi. Hammasi masala ijtihodiy. Nima deyapti Musannif rahimahullohda? Ve anil Hasani, Hasan Basri rahimahullah'ın rivayette enneha mevcun mekfuf. Bulut degan nima desa, yoki osmon degan demakchi. Yoki bulut, yoki osmon yoki bulut qanday demak ha? Osmon degan mevcun mekfufun deganga mevj. Bu dengizningki mevji. Dengizning mevjidek do'lqinlab, o'rkaklab turgan bir suv, bir do'lqin. Mevj, mekfuf deganga to'sab qo'yilgan, to'xtatib qo'yilgan. Nimadan to'salgan? Minassayalan. Eqishdan. Eqib tushib ketishdan to'sab to'xtatib qo'yilgan bir do'lqin mevj osmon degan. Bu suv bir osmonni ko'kitgan bu suv deb Imom Hasan Basri rahimahulloh degan. Vel faidatu fi zikris sama. Endi bu yerdagi osmonni zikr qilishga foyda. Ham yerdagi. Vasayibu degan nima? Jumla itirodiyya. Jumla itirodiyani arzidamliq siz qo'yiladi yana. Vel faidatu fi zikris sama. Osmonni bir alaydi. Kasayibin minas sama. Osmondan yoqqan yomg'ir deb osmonni zikr qilishga foyda nima? Vasayibu yomg'ir degan la yakunu illa minas sama. Yağmur degan osmondan boshqalarni yağmaydigan, yerdan için yağmur chiqmaydi-da. Osmondan yog'di yağmur degan. Buni alohida osmondan deb minas samoni zikr qilishning foydasi nima degan savol kelsa, buning foydasi. Val faidatu annahu jaa bis samai, Alloh taolo bu yerda samoni muarrafatan degan ma'rifa holatga keltirdi. Aw kasayibin minas sama deb ma'rifa holatga keltirdi. Fa afada annahu gamamun akhadha bi afaqis sama. Yani as-sama deb nekir keltirishdan nima ifoda etmoqchi? Bu yerdagi as-sama, ma'rifatlik bu as-sama bo'lsa, ya'ni osmonning ufuqlarini degan atrofi jahon, osmonning atroflarini, abcho'rlarini hammasini yeb olgan g'amam, bulut ekanligi. Bulut ekanligini ifodalaydi. Osmonning hamma taraflarini qo'rshab olgan bulut ekanligini, bu yerdagi osmon degandirki, murad as-sama deb alif lam bilan keltirilganligi sababi, ya'ni bu yerdagi alif lam nim bo'lsa, alif lam cins bo'lsa, osmon jinsi degan gap, osmon jinsini hammani qoplab olgan bulut demakchi, hamma atrofdagilar. Va nafa yakuna min sama. Yani bir osmondan bo'lishini nima qildi? Nafi qildi. Ya'ni min ufuqin vahidin min bayni sa'il afaq. Yani osmonning atroflarining orasidan faqat bir atrofdan bo'lishini, yomg'irniki faqat bir atrofdan yig'ishini inkor qilib, balki osmonning hammasini, osmon jinsini, ya'ni hamma yerdan qatlab turgan bulutlardan yog'di deganni bildiryapti. Nima ish qilsa, lianna kullu ufuqin min afaqiha sama, chunki osmonning atroflarining har bir atrofi abcho'g'risi nima? Osmon. Osmonning ufuq, osmonning atroflarining har bir tarafi matrib osmon, matrib osmon, atrib osmon, matrib osmon, hammasi osmon. Xo'sh, ammo bir foyda shu. Uni keyin fa fit ta'rifi mubalaghatun. Amdi aw kasayibin min as-sama' deb as-sama'ni ma'rifa keltirishda mubalag'at bor. Kama fi tankiri sayyibin. Xuddi sayyibni nakir keltirishda mubalag'at bo'lgandek. Sayyibni nakir keltirishda mubalag'at bo'lgandek, ta'rif sama'ni ma'rifa keltirishda ham mubalag'at bor. Xuddi yuqorida bayon qilingandek. Xo'sh. Endi ve terkibihi ve binaihi. Biz dedik yani sayyibni nakir keltirishda qanday nima dedik, balog'at bor dedik. Yani intayin sayyib degan bir xil, yani ajoyib bir xil. Kuylab bakmagan, qo'rqinchli bir xil yomg'ir dedik. Shundaymi? Uni kenidan tarkibi, sayyibning tarkibi qanday ifodalaydi? Nima balog'at bor, nima fasad bor desa, sayyib degan birinchi so degan harfil isti'la, sad. Ma'noda. İkinci ya nima tashdid, ya mushaddada, sayyib. Bunga oxirgi ba harfi shadid, qat harflar, ba qat harflar. Demak, gam qat, yana bu yerdagi harful isti'la, mushaddad,
ba harf şedid hemmesi nimaga dalolat qilyapti o qattiqlikqa. Ya'ni bu yomg'irning qattiq ekanligiga dalolat qilyapti. Qurilmasi bu so'zning qurilmasi ham nima ko'rsatib turadi o qattiqligini ko'rsatyapti. Undan keyin va binaihi. Sayyibning binasi ham bu yomg'irniki normal yomg'ir emasligini ko'rsatadi. Binasi masalan, binasi deganimiz shakli, siga. Men bina emas siga. Sayyib degan fa'il vazni. Fa'il degan vazn bu nima sifa mushabbaha. Bu nimaga dalolat qiladi o? Davomga dalolat qiladi, subutga dalolat qiladi. Hadasga emas. Ya'ni bu yomg'ir davomli bo'lgan, qattiq sharqirab yig'iyvergan degan ma'noni ko'rsatadi. Yig'iyvergan to'xtab qolmagan degan ma'noni ko'rsatadi. Sayyib fa'il vazni. Xo'sh, endi va fihi dalilun ala anna as-sahaba min as-sama'i yanhadir. Endi bunda bo'lgandan keyin mana mushu oyatda shuningga dalil bordirki, as-sahaba min as-sama'i yanhadir. Bulut osmondan tushadi. Bulut osmondan tushadi deganga dalil bordir. Va minha ya'khudhu ma'ahu va o'zining suyini ham osmondan oladi. Tushundingmi? Bulut osmondan tushadi va o'zining suyini ham osmondan oladi deganga dalil bor. Ya'ni bu suyini yerdan oladi deganga dalil yo'q. Deyotdi. Va qila va deyilibdiki, innahu ya'khudhu min al-bahri va yartafi'. U suyini dengizdan oladi va ko'tariladi deb shundaqmi deyilibdi deydi. Demak, olimlarning ichida ikki xil ko'z qarash bor. Biri bulut osmondan tushadi. Ikkinchi suyi ham osmondan tushadi. Suyini osmondan oladi. Mana ben so'zlab o'tdim. Ikkinchi xil ko'z qarash bulut shu nimadan ya'ni atmosfer abasından paydo bo'lgan bir holat, bir xil şey Alloh taoloning mahluqlaridan biri. U shu bir jism, yumshoq jism pastga tushib suyini dengizlardan, pastdagi qaynagan suvning o'rlaridan o'ziga tortib olib, uni Alloh taoloning buyrug'i bilan tushirdi. Bu ham hozir faylasuflarning va ba'zi mufassirlarning va hozir zaman fan texnikalarining so'zi. Bu vallohu alam hisob. Buni aslında Alloh biladi. Lekin buni qismi yani kafir bo'lgan emas. Hech qaysi nima kufrga olib bormaydi. Bu hammasi mas'ala ijtihadiyya. Tushundingmi? Zulumat, xo'sh. Zulumat hamda Alloh taolo av kasayibin minas samai fihi zulumatun nima? Zulumat degan marfu'un bil jar vel majrur. Zulumatun marfu'un. Yani buniki i'robi nima? Zulumatun degan marfu nima uchun marfu? Li'annahu nima? Mubtada'un muakhkhar. Fihi jar majrur ma xabar muqaddam. Nima uchun bil jar majrur deydi? Jar majrur bilan marfu'tur. Qanday jar majrurdan marfu bo'ladi? Chunki jar majrur muqaddam bo'lgandan keyin bil ibtida. Yani bu yerdagi nima? Amil nima? Ibtida. Ma'naviy, amil ma'naviy ibtida bo'ladi. İbtida bo'lgandan keyin zulumat nima qildi? Marfu bo'ldi. Li'annahu nimish qalsa chunki bu zulumat qad qawiya li kawnihi sifatan lis-sayyib. Bu zulumatniki sayyibning sifati bo'lganligi uchun kuchlandi, kuch topdi. Shu sababdan bu marfu bo'ldi. Bi khilafi ma law qulta ibtidaan. Nimasini xilof bilan sen agar boshda bunday desang fihi zulumatun degan bo'lsang, bu chaqda fa fihi xilafun baynal akhfash va sibaway. Bu chaqda fihi zulumatun degan bo'lsang, buningda akhfash bilan imom Sibawiyning o'rtasida xilof bor edi. Qanday xilof bor edi desanglar? Chunki akhfash degan imom Sibawiyningki shogirdi, Tirmizi. Sibawi degan nahv ilmidagi katta bir imom. Akhfash degan bu katta bir imom. İmam Sibawi nima deydi? Bu yerdagi fihi zulumatun degandiki amil nima zulumatundagi amili fihidagi fihi bilan zulumatning o'rtasidagi bo'lgan ibtida. Shu sababdan marfu, zulumat shu sababdan marfu. Fihi jar majrur ham uning mahallisi ham nima marfu yoki mutaalliq bil mahdhuf fihi. Deydi İmam Sibawi. Lekin Akhbash nima deydi? Yo'q. Bu fihidagi va zulumatundagi nima qilishi? Zulumatning peşi qilishi, marfu qilishi fihidagi jar majrurdan emas, balki bu fa'il deydi. Zarfdan fa'il ishlab chiqildi. Zarf fa'il ishlab chiqildi. Bu sababdan buni demas ibtidolikdan emas deb
İmam Mahfuz şunda deydi. Şu sebepten eğer de emdi ma o ev kasayibi mine semai fi zulumatun ve radun ve barq deb fi zulumat deb adamınki sayibni süftulab kelgan vaqtida uçakda ikki inson o'rtasida ixtilof bo'lmaydi, kuchlab qolgan bo'ladi. Uçakda zulmatning fash qilishi tabiiy hallang bo'ladi. Sarf bo'lganlik uchun undan keyin sifatlanganlik uchun kuchlangan bo'ladi. Buni ahbashdan sebebini ixtilofim bo'lmaydi uçakda. Uniki marfuligida. Xo'sh, var ra'd degan nima desa, var ra'du as-sawtu alladhi yusma'u min as-sahab. Ya'ni bulutdan anglanadigan bir ovozdir. Nimishqa anglanadi desa, listikaki ajramis sahab. Ya'ni bulutlarning jismlarining bir-biriga qattiq suqilishidan kelib chiqqan. Bir-biriga urilishi. Bulutlarning jismlarining bir-biriga qattiq suqilishi, urilishidan kelib chiqqan anglanadigan bir ovozdir deydi. Bu ham nimalarning hozirgi zamonning faylasuflarniki nimasiga ulug' chiqadigan bir tafsir hamda. Lekin shariat tarafdan ham texmo rislardan kelgan rivoyatlar bo'yicha Ibn Abbos roziyallohu anhudan sahobalardan tabiinlardan kelgan rivoyat bo'yicha kelganga uyg'un kelmaydi. Bu boshqasi au malakun yasuqus sahab yoki ra'd degan bulutlarni haydaydigan bir farishtadir. Farishtaning ismi degan bo'ladi, ra'd degan farishtadir. Val barq degan juda chaqmoq degan gap, allazi yalma'u min as-sahab, ya'ni bulutdan chaqnab chiqadigan o't. Bu min baraqa shay'u bariqandan chiqqan, ya'ni idha lama'a chaqnasa, chaqnash degan bo'ladi, yaltirsa, chaqnasa degan bo'ladi. Va damiru fihi amde fihi zulumatun va ra'dun va barq fihi degan damir ne qaytadi? Yaudu ila sayyib qaytadi. Ya'ni bu qattiq yomg'irda zulumat bardir, guldirma mı bardır, çakmak bardır diye. Fakat ju'ila sayyibu mekanen lizzulumat. Hem de sayyib zulumatga urun qilindi. Yani sayyib qattiq yomg'ir qarong'uliqlarga urun qilindi, urun. Fa in urida bihi sahab, agar mush sayyib bilan bulut irada qilinsa, sayyib bilan bulut irada qilinsa, fazulumatuhu bulutning qarong'uligi idza kana asham mutbaqan, ya'ni qachonki bulut asham degan asvat degan bo'ladi, qora, qop-qora bo'lsa, mutbaqa degan gap qat-muqat qilin degan gapda. Qat qilin bo'lib ketsa, tabaq degan bo'ldi. Mutabbaq degan bo'ldi, mutbaq degan bo'ldi. Ya'ni qat-muqat, qavat-muqavat, qop-qora bo'lsa, bulutning qoraligi bo'ladi. Yani zulmata suhmatihi ve tatbiqihi. Yani nimana bulutniki qariliqining suhmatiga savadi degan bo'ldi. Bulutning qariliqining qarong'uligi va uniki qat-muqat qilinligining qarong'uligi. Yani madmumatun ilayhima u ikkisiga taxil zulmatul layl, kechining qarong'uligi ham qo'shiluvchidir. Va amma zulumatul matar, amma yomg'irniki qarong'uliklari bo'lsa hamda agar biz sayyibni nima deb sahab degan bulut deb tarjima qilmay sayyibni yomg'ir deb tarjima qilsak desa, ammo yomg'ir deb tarjima qilgan chog'da u chog'da yomg'irning qarong'uligi qanday bo'ladi desa, fa zulmatu takathufihi, yomg'irniki quyuqligining qarong'uligi. Qanday bo'lib yomg'ir quyuq bo'ladi desa, bi tatabu'il qatari. Qatar degan narsa nima? Qatar degan qatratunning ko'p shakli, tushunarmi? Qanday bo'lib qatratunning ko'p shakli? Qatr xuddi tamratun, tamratun, qatratun degandek bir ta'villar ko'pchilik bilan birligi ta'i vahdatdan ayrıladigan ko'pchilikning qatori bo'lgan. Qatr desanglar, ya'ni bi tatabu'il qatr, ya'ni yomg'irning tomchilarining orqa agishishi bilan paydo bo'lgan quyuqlikdan paydo bo'lgan qorong'ulik. Va zulmatu idlali ghamamihi, va yomg'ir degan narsa bulutni yog'ishidag'ma, bulut yaqandan keyin yomg'ir yaqandan keyin bulutniki shu qor bulutlarning soyisimi yana bir qorong'ulik keltirdi. Ma'a zulmatil layl, kechining qorong'uligi bilan birga qo'shadi. Demak, agar sayyibdan bulut iroda qilingandan keyin 3 ta qorong'ulik va zulmat deb, agar matar yomg'ir iroda qilingan taqdirda yana 3 ta qorong'ulik bor. Xo'sh, endi vaja'lu sayyibi makanan lir'ad. Endi sayyibni, ya'ni bu sayyibni ra'dning, ya'ni guldirmamining. Guldirmami deganda tushunamsizlar? Ovoz. Guldirmamining va barq chaqmoqning o'rni qilish ala iradati sahabi bihi zohir.
Ya'ni sayib bilan bulutni iroda qilishga asosan bu zohir uchuq ma'nosi. Nimishqa? Chunki guldurmama chaqmoq degan nadin keladi, bulutdan keladi. Va kaza in ulida bihi al-matar. Va agar bu sayib bilan yomg'ir iroda qilinsa ham shuningdek zohir bo'ladi. Qanday zohir bo'ladi? Bu yerda bo'lsa, bu yomg'ir deganda chaqmoq yomg'ir bo'lmasa, bulutni yoqdan tursa chaqmoq degan bulutni chaqadi, guldurmama bulutni chiqdan tursa, bu nimishqa bu yomg'ir deganda ishim yo'q. Yomg'ir degan suv faqatlam deb biz deb qolsa, buni bilgan javob ha. Çünkü biz sayibni yomg'ir deb qo'ymish tartib asosan. Shuningdek masalan li'annahuma çünkü multabisan bihi fil jumlati. Bu ra'at bilan barq ikkisi yomg'ir bilan davomli aylash. Ko'pincha hol davomli jumla degan gap umuman qilib aytganda chaqmoq bilan guldurmama davomli yomg'ir bilan birga paydo bo'ldi. Aylash. Bulutun paydo bo'lganda qilsa-mu, yomg'ir bilan birga. Yomg'ir bilan birga keladimi? Bo'ldi. Yomg'ir bilan birga yuzaganlik uchun birlikda hukm qilish bo'ladi. Valam amdi xo'sh, valam yujma'ir ra'du wal barq. Guldurma bilan chaqmoq ikkisi jami shaklda keltirilmadi. Ra'd barq deb birlik mufrat shaklda keltirildi. Nimishqa? Li'annahuma masdaran. Chunki bu ra'd bilan barq ikkisi ra'ada yar'udu baraqa yabruqu deb demin chiqgan barqan ra'dan degan masdar ikkinisi. Aslida bu ikkisi masdar. Yuqalu ra'adatis sama'u ra'dan va baraqat barqa. Yani osmon guldirladi, osmondan chaqmoq chaqdi deyiladi. Andan faru'iyya hukmul asl. Aslning hukmiga rioya qilindi bu masalada. Asli hukm. Asli hukm nima? Masdar degan mufrad tasniy ishkil qilinmaydi. Ko'plik qilinmaydi. Masdar degan birlik davomli birlik holatda turadi. Lekin o'zi jins qidarat qildi. Masdar o'zi eng tuvan bo'lganda bir dona haqiqiy jinsga yoki hukmi umumiy jinsga nima dalolat qildi masdar. Bi an turika jam'uhuma di asli hukmga rioya qilindi. Qanday qilib desa, ya'ni o'sha ikisini jam'i keltirish tadqiq qilinib. Va nukirat hadhihi al-ashya'u, yani mushu narsalarning hammasi nakira keltirildi. Nima? Aw kasayb min as-sama'i fihi zulumatun va ra'dun va barqun. Hammasi nima nakir holatga keltirildi. Nimishqa li'anna al-murada anwa'un minha. Chunki bu yerda murad bo'lsa, shu narsalarning ichidagi bir tur. Ya'ni hammasi emas, ya'ni bu o'xshamaydigan ajoyib bir xil bu. Ya'ni bu qorong'ulik hech qanday qorong'uga o'xshamaydigan bir xil qorong'ulik. Bu yerdagi bu guldurmami hech qanday guldurmami o'xshamaydigan ajoyib qattiq bir xil ovoz. Chaqmoqchi hech qanday chaqmoqqa o'xshamaydigan ajoyib bir xil chaqmoq ham bu. Ya'ni demak hammasiga bir xil degan turni keltiramiz tarjima qilganda. Ka'annahu qil xuddi deyilgandek bo'ldiki fihi zulumatun dajiya. Bu yomg'irda tumtalik qorong'u bor. Ya'ni dajiya degan qop-qora, tumtalik, zulmatlik qorong'u bordir. Va ra'dun qasif degan gap qattiq ovozli, qasif degan quloqni itilib o'tadigan ajoyib qattiq ovozli guldirma bordir. Va barqun xotif nurning qattiqligida ko'zning nurini ep ketadigan, ko'zning nurini suvoshib qarg'u qilib o'tadigan, ko'zni qarg'u qilib qo'yadigan qattiq nurliq chaqmoq bordir degan bo'ldi. Va oxir davona alhamdulillahi robbil alamin va sallallohu ta'ala ala xayri xalqi sayyidina Muhammad va ala alihi va sahbihi ajma'in bi rahmatika ya arhamar rahimin.